Aleyküm. Assalomu alaykum. Hokim yordamchisidan 33 million kredit olgandik. Ana issiqxona, ana parni qurdik. Ana ko'kat yetishtiryapmiz. Bundan oldin bodring pomidor bir marta olgandik. Nima qilib mol hol qilganmiz. Ana shundan daromadimiz shu hozir bo'lyapti. Bir partiya oldik masalan 5-6 million so'mlik daromad qilib oldik bundan. Ikkinchi martasiga ana ko'kat ekkanmiz. Xudo xolasa ana ko'kat ham katta bo'laversin. Yaxshi bo'ladi deb o'ylayapmiz, xudo xolasa. Endi hammasi shu dehqonza, shu mol hol, yer ekin deganda hammasi shundan iborat bizga. Farqi yo'q. Ish qilib hammasi shuda ana daraxt faraq deganda tashqarida daraxtlar bor. Ko'kalarni zo'rlashtirish. Ana bu qoramol ana. Qoramol oldik. Qo'y qo'chqoram olgandik, endi u dalada. Qo'y qo'chqorlar bor. Shundan hozir bu bo'g'oz nasib bo'lsa 2 oydan keyin tug'adi molimiz. Shundan yana bir daromad, ana sutini ichamiz, xudo xolasa. Mol hol deganda yana bachasi katta bo'ladi, u ham pul bo'ladi. Shuni to'ldirib shuni orqasidan daromad qilyapmiz hozirda.